Assalomu alaykum obunachilarim, yaxshimisizlar? Rastaropsha suvlilarni maydalab, damlab jigarim uchun ichaman-ku. Bularni tozalab, yuvib, quritib ishlatish jarayonini ko'rsatmoqchi edim. Suvlima, rastaropsha donlarni bozordan olganimizda endi baribir bular kir bo'ladi, yerlarga tushadi. Don mahsuloti chichqon tegishi mumkin. Olganda har doim yuvib ishlatamiz. Bankada sразу damlashga bo'lsa, yuvish bilan solaveramiz bankaga ho'lligicha. Kofemolkada maydalash uchun bularni yuvganda quritib olinadi. O'shaning uchun yuvaman-da, tagiga salfetka solib, bir sidra hammasini yaxshi yuvib yoyib chiqaman. Keyin bir 2 soat, 3 soatdan keyin bular mana почти quriydi-da, boshqa salfetka solib, ustiga to'kib, yana bir sidra yoyib qo'yaman. Bir 2 kun, 3 kunmi turadi. Yaxshi qurisin-da oralari, keyin tejishga solganda mog'orlab qolmasligi uchun. Bozorlarda tayyor maydalangan rastaropshalar sotadi-yu, ularni olmanglar. Birinchidan 3 kun maydalanganni anaqa srokida, 3 kundan keyin уже uni effekti ayniydi, bo'lmaydi. O'zinglar tozalab, yuvib, maydalab, 3 kunlik ozgina maydalab, ustiga suv solib damlab, jigaringlar uchun qabul qilaverasizlar.